Umar Rahmonaliyevga qadar faqat 6 ta o'zbek futbolchisi bu ishni uddalagan edi. Siz Kun.uz sport sahifasiga obuna bo'ling, tahlil qilamiz. Sabax bilan juda og'ir ketgan bahsda g'alaba qozongach, Rahmonaliyev Chempionlar Ligasida maydonga tushish imkoniyatiga ega bo'ldi. Unga qadar bu ishni o'zbek futbolida faqat 6 tagina futbolchi uddalagan. Birinchi navbatda Maksim Shatskixni e'tirof etish lozim. Supermax hisobida 45 o'yin va 11 gol mavjud bo'lib, u uzoq yillar davomida bu borada Osiyoda yetakchilik qilgan. Undan keyingi o'rinda Moskvaning Lokomotiv klubida to'p surgan Maminov va Pashinlar egalladi. Maminov klublar o'rtasidagi eng nufuzli musobaqada 26 ta o'yin va 2 ta gol qayd etgan bo'lsa, Pashinin 17 ta matchda ishtirok etgan. Ja'far Irismetov Spartak safida 4 ta o'yinda Chempionlar Ligasida ta'minini totib ko'rgan bo'lsa, Jasur Yaxshiboyevda bu ko'rsatkich 3+1 ni tashkil etadi. Yaxshiboyevning yagona goli qaysi jamoa darvozasiga kiritilganini esa siz juda ham yaxshi bilasiz. 2023-yilning noyabr oyida Abduqodir Husanov Land safida Chempionlar Ligasida debyut qilib, musobaqada o'ynagan o'zbek futbolchilari sonini 6 taga yetkazib qo'ydi. Endi esa estafeta 22 yoshli Umar Rahmonaliyev qo'liga o'tdi. Ya'ni himoya juda murakkab o'tgan saralash bosqichida Sabaxni asosiy yetakchilardan biri ekanligini ko'rsatib